Oilasi bilan buzilgan munosabatlar, omadsiz turmush va to'xtamayotgan heyt. Maryam Tillayeva necha yoshda? Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Maryam Tillayeva O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi. Lola Karimova-Tillayeva va tadbirkor Timur Tillayevning qizi. U 1999-yil 20-yanvarda Toshkentda tug'ilgan. Yoshligidan musiqa bilan shug'ullanib, fortepiano va gitara chalishni o'rgangan. Sahnada kuylagan, 14 yoshida AQShga ko'chib o'tgan va Boston shahridagi Northeastern University'ni tamomlagan. Hozirda u instabloger va havaskor xonanda sifatida faoliyat olib boryapti. Maryamning Umar ismli ukasi va Sofiya ismli singlisi bor. U bolaligidan san'atga qiziqqan. Ota-onasi shu bois uni tomosha bolalar ansambliga bergan va u bir necha davlat tadbirlarida shu guruh bilan sahnaga chiqqan. Maryam ulg'aygach, onasi Lola Karimovaning xayriya fondi loyihalari doirasida mehribonlik uylari, maktab va kasalxonalarga borardi. Bolaligim yorqin, lekin murakkab bo'lgan. Men ko'p narsaning guvohi bo'ldim. Odamlarning qanday qilib bir-birini sotishga tayyorligini, eng yaqin kezi kelganda o'zgarib qolishini ham ko'rdim. Menda bolalikning o'zi yo'q edi. Hayotim menga emas, boshqalarga tegishli edi. Doim qo'riqchilar bilan yurar edim. Shaharni ham deyarli bilmasdim. Harakatim chegaralangan, atrofimda faqat kattalar bo'lgan. Do'stlarim yo'q edi, chunki doim barchaga shubha bilan qarashga o'rgatilgandim. 18 yoshga yetganimda insoniy aloqalarni o'rnatishga, chuqur munosabatlar qurishga intilardim. Endi esa nihoyat mustaqilman, o'zim uchun yashayman, o'zim pul ishlab topaman. Uzoq kutilgan ozodlik hissi men uchun eng bebaho boylikdir, deydi Maryam Tillayeva. 14 yoshga to'lganida ota-onasi uni AQShning Los-Anjeles shahrida joylashgan maktabga o'qishga yuboradi. Maryam maktabni bitirgach, AQShning nufuzli universitetlaridan biriga kirib, siyosatshunoslik va huquqshunoslik yo'nalishida tahsil olgan. AQShdagi maktabda o'qiganimda o'shanda 14 yoshda, o'tish davrida edim. Menga u yer yoqqan, do'stlarim o'qiydigan maktabga bordim. Umuman olganda, boshqa dunyoqarashlar, bolalar, men madaniyatning ko'p qismini shu yerdan o'rgandim. Men o'qigan maktabda juda ko'p mashhurlarning farzandlari o'qir edi. Masalan, Michael Jacksonning farzandlari va yana boshqalar. Ota-onam meni mashhurlarning uyiga tashlab ketgan va shu orqali ular bilan yaqindan tanishishni istagan. Ukam aktrisa Halle Berryning qizi bilan do'st bo'lgan, deydi u. Onam UNESCOda elchi bo'lib ishlagani sababli turli mamlakatlarda, jumladan Fransiya, Latviya, Shveysariyada yashaganmiz. Ayniqsa Shveysariyada o'qiganimda musulmonlarga va qora mag'iz odamlarga nisbatan kuchli nafrat bor edi. Bolaligimdan oilamning qilgan ishlari va qarorlariga javobgar emasligimga qaramay, doim o'zimni oqlashga majbur bo'lganman. O'sha vaqtdayoq meni juda qattiq tanqid qilishdi, hatto meni hojatxonalarga qamab qo'yishgan. Qattiq urishgan holatlar ham bo'lgan. Tasavvur qiling, menga o'xshagan qizni ham urishgan. Ba'zi paytlarda hayotimga chek qo'yish istagi ham bo'lar edi. Bu o'y-xayollarimni ota-onamga ayta olmaganman, chunki ular o'z hayotlari, ishlari bilan band bo'lishgan. Yosh qiz uchun bu juda og'ir edi, ammo men bularni boshdan kechirib bo'ldim va endilikda tanqidga juda xotirjam munosabatda bo'la olaman. Chunki bunday tanqidlar mening kim ekanligim haqida emas, balki ularning qanday ekanini aks ettiradi deb o'ylayman. Ehtimol ular menga qarab o'zlaridagi nimanidir ko'rishadi va bu narsa ularni g'azablantiradi, deydi Maryam. U dunyodagi eng ajoyib bobo edi. Chet elga ko'chib ketgunimizcha men uning prezident ekanini ham bilmaganman. Hamma bobolar ertalab soat 8:00 da ishga kostyumda ketadi deb o'ylardim. U juda oddiy, quvnoq, dono inson edi. Men bilan katta odamdek gaplashar, ko'p narsani o'rgatardi. Bir kuni bobom suratga qanday tushishni o'rgatgan. U bir oyog'ingni oldinga, boshqasini orqaga qo'y degani yodimda. U ayol kishi uchun kitob o'qish, she'riyat, raqs, ayollarga xos nazorat muhimligini o'qitardi. U menga otalik qilgan deya olaman, chunki bobom barcha oila a'zolarimni birlashtirib turgan ustun edi. Endi u yo'q, oilamiz ham ayro. Men uchun bobom hech kim tenglasha olmaydigan mukammal inson edi, deydi u marhum bobosi haqida. Uning so'nggi kunlarida buvom, oyim va men yonlarida bo'lganmiz. Otam o'shanda ukam hamda singlim bilan Los-Anjelesda qolgandi. Bobomning o'limidan so'ng bir holat ko'z o'ngimda qolib ketgan. Shifokor uning yurak urishdan to'xtaganini aytganida hammamiz u yotgan xonaga yugurganmiz. Zinadan tushib borar ekanmiz, sarosimadan buvim va onamning oyoqlaridagi shippaklar otilib ketgan. Men o'shanda xonaga kirganimda bobomning yonida uzoq yillar birga bo'lgan kuchli, katta baquvvat erkaklar yurakdan yig'layotganini ko'rganman.
Bu holat meni qattiq ta'sirlantirgan. Bobom bilan o'rtamizda juda katta rishta bor edi, deya xotirlaydi Maryam Tillayeva. Mening oilam boshqalarnikiga o'xshamaydi va hech kimga bunday hayotni tilamayman. Birgina buvim mening eng yaqin do'stim, uni oyi deb ham atayman, chunki bolaligimda u menga ona o'rnida qaragan, mehr bergan. U mening barcha do'stlarimni taniydi, hayotimdagi eng og'ir lahzalarda doimo yonimda bo'lgan. Uni juda qadrlayman, deydi u. 2021-yilda Maryam Tillayeva haqida xabarlar tarqala boshladi. Bunga uning rossiyalik bloger Amiran Sardarovga turmushga chiqqani sabab bo'ldi. Amiran va Maryam 2021-yilning aprel oyida Las Vegasdagi mehmonxonalardan birida kichik davrada to'y qilib turmush qurdi. Maryam o'zidan 13 yosh katta blogerga otasining qarshiligiga qaramay turmushga chiqadi. Timur Tillayev va Lola Karimova qizlarining bu ishidan xafa bo'lib, to'ydan keyin u bilan gaplashmay qo'ygan. Oradan ko'p o'tmay Amiran Sardarov Instagram sahifasiga rafiqasining ichki kiyimsiz suratini joyladi. Bu Maryamning o'zbek auditoriyasi tomonidan xeytga uchrashiga sabab bo'ldi. Minglab insonlar uning Instagram sahifasiga obuna bo'lib, haqoratomuz so'zlarni yozib qoldira boshladi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uni axloqsizlikda aybladi. Maryam yaqinda bergan intervyularidan birida aslida bu holat uni tushkunlikka tushirgan bo'lsa-da, boshqa tomondan o'sha paytda uning Instagram kuzatuvchilari soni keskin ortishiga sabab bo'lgani haqida aytib o'tgan. Maryam yalang'och surati tarqalishi ortidan qattiq depressiyaga tushib qolgani haqida shunday degan: Men bunday suratimni hech qachon ijtimoiy tarmoqqa joylamagan bo'lardim, rozilik ham bermaganman. Biroq sen har kunlik manipulyatsiya hamda tahqirlashga asoslangan munosabatlarda bo'lsang, sen insonning sevgisini yo'qotmaslik uchun, uni ranjitmaslik uchun hamma narsaga tayyor bo'lasan. U 35 yoshida ongli ravishda shunday o'yin o'ynadi. Amiran ijtimoiy tarmoqlar shunday ishlaydi, dedi. Sen hech narsani tushunmaysan, dedi. Bu hayb, men uni qo'llab-quvvatlashim kerakligini aytdi. Buni ikkimiz uchun qilyapman, dedi. Men yig'ladim. Hozir esa shu haqda o'ylab, o'zimni shunchalik yerga urganimdan afsuslanib ketyapman. Uning postidan keyin menga tasavvur qilib bo'lmaydigan nafrat yog'ildi. Meni fohisha deb atashdi, o'lim tilashdi, tahdidlar bo'ldi. O'sha rasmni O'zbekistonda yashaydigan hamma ko'rdi. Uni qarindoshlarim, buvalarimga ko'rsatishdi. Bu men hayotimning oxirigacha shu sharmandalik bilan yashashga to'g'ri keladigan holat. Erimning bu qilmishidan so'ng uni tushunmay qolgandim, biroq uni sevganim uchun qo'llab-quvvatlab faqat o'zimga yomon qilardim. Oilam oldida ota-onam, ukam, singlim, bobom, buvim va xalqimiz oldida uyatga qoldim. Shunda ham Amiran taraf bo'ldim. O'shanda aqlim qayerda edi, tushunmayman. U o'shanda birgina posti bilan ota-onam bilan munosabatlarimga butunlay nuqta qo'ydi. Ularni tushunaman, Amiran niyatiga yetdi. Meni oilam va do'stlarimdan ajratib qo'ydi. Men esa o'shanda o'zim tushunmagan holda juda qattiq depressiyaga tushib qoldim. Maryam va Amiranning turmushi 10 oy davom etdi. Ajrashgani haqidagi ma'lumotni birinchi bo'lib Amiran Instagram sahifasida e'lon qildi. Maryam esa bu ajrimni quyidagicha izohladi. Men 1,5 yil bu inson bilan yashab, qanday kunlarni boshdan kechirganimni hammaga so'zlab bermoqchi emasman. Bugun qanday his-tuyg'ular bilan yashayotganimni ham bo'lishmayman. Agar boshimdan nimalar o'tganini bilsangiz, shokka tushib, menga rahmingiz kelgan bo'lardi. Men o'zimga achinishlarini xohlamayman. Shuning uchun ko'rgan kechirganlarimni faqat yaqin do'stlarimgina biladi. Ular yordamga muhtoj paytim meni qo'llab-quvvatlashdi. Men haqiqat tarafman. Odamlar aslidan ko'ra yaxshiroq ko'rinish uchun yolg'onlar to'qib chiqarishiga qarshiman. Men Moskvaga o'sha insonni sevganim, u bilan keyingi hayotimni qurishni istaganim uchun ko'chib o'tgandim. Yosh bo'lganim yoki nimagadir tayyor bo'lmaganim ayrilishimiz sababchisi emas. Bu inson haqida yomon gapirishni istamayman. Bizning ajrashishimizga menga o'tkazilgan ruhiy va jismoniy bosim sabab bo'ldi. Bundan tashqari men gapirishni istamaydigan boshqa sabablar ham bor. Men sodda va ahmoq bo'lgan ekanman. Shuning uchun ham boshimdan o'tganlarga qaysidir ma'noda o'zim ham sababchiman. Osmonda uchib yurgan ekanman. Shuni aytishim kerakki, bolaligimda maktabda juda ko'p tahqirlashlarni boshdan kechirganman. Musulmon bo'lganim uchun boshimni unitazga tiqishlar, haqoratlarni ko'rganman, kaltaklanganman. Ammo men 1,5 yillik turmushimda ko'rganlarimni hatto dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bu haqida gapirish juda qiyin, sababi oilam, menga yaqin insonlarim va o'zim aziyat chekdim. U insondan bundan keyin meni oilamni, buvimni umuman tilga olmaslikni so'ragan bo'lardim, deydi u. Men bir kompaniyaga sobiq erim va men haqimdagi barcha maqolalarni hamda yalang'och tushgan suratimni o'chirish uchun $30,000 to'ladim. Ular internetni tozalash bilan shug'ullanadi.
O'ylashimcha, men haqimdagi barcha maqolalarni o'chirishsa, bo'lgan voqea hodisalar odamlarning esidan chiqib ketadi, deydi Maryam. Xolam, buvim, amakivachchalarim bilan doim aloqadamiz. Onam bilan bolaligimdan kelishmovchiliklarimiz bo'lgan. Hozir ham ichimda alam bor. U ham mendan ranjigan. Hozirgi paytda onamga tegishli bo'lgan go'zallik salonlari, restoranlarga kirishim taqiqlangan. Onam bilan bir joyda o'tirib gaplashib olishni xohlayman. Undan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan suratlar uchun kechirim so'rashni istayman. Ammo hozircha oramizda faqat sukunat bor. Mana shu ichki alam nafrat esa menga ko'proq ishlashga motivatsiya beradi. Afsuski, shunday ona o'z qiziga ko'mak berish o'rniga u bilan raqobat qilmoqda. Meni faqat buvim doimo beminnat qo'llab-quvvatlagan. Bolaligimda o'zimni yolg'iz his qilganimda ham, Amiram bilan bo'lgan ziddiyatlarda ham, umuman har ishda meni tanqid qilish o'rniga tushunishga harakat qilgan. Buvim bilan onamning munosabatlari ham avvaldan yaxshi bo'lmagan. Umuman olganda oilamizda juda ko'plab psixologik muammolar bo'lgan, deya eslaydi Maryam. Hozirda onam bilan hech qanday aloqam yo'q. U yaqin qarindoshlarim orasida muloqotni butunlay uzgan yagona insonim. Bilasizmi, onamning xatti-harakatlari menga doimo juda g'alati tuyuladi. U doimo boshqalarga o'zini yaxshi ko'rsatishga, ba'zida jabrdiyda ayol rolini o'ynashga intiladi. Biroq o'zi O'zbekistonga kelgan bo'lsa-da, onasining uyiga hatto qadam ham bosmagan. Uning shu kabi boshqa g'ayrioddiy odatlari ko'p. Bu holat menga bir paytlar og'ir ta'sir qilar edi. Lekin hozir bunga ko'nikkanman. Shunchaki onamni boricha qabul qilganman. Ammo ukam va singlim uchun achinaman, deydi u. Biz 5 yildan beri gaplashmaymiz. Shunga qaramay mening ichki sezgim juda kuchli. Onam bilan muloqotda bo'lmasam ham qandaydir tarzda uning hayotida nimalar yuz berayotganini bilib turaman. Vaqt o'tishi bilan munosabatlarimizdagi muammolar ham ko'payib bordi. Qachon yarashishimizni bilmayman, chunki atrofidagilardan onam haqida qancha ko'p yangilik eshitsam, u haqida shunchalik fikrim o'zgarib bormoqda. Go'yo onam tobora ko'proq o'zidan qochadigan va omma e'tiborini qozonish uchun har narsani bajaraveradigan odamdek ko'rinmoqda. Umuman olganda oilamiz tarixi murakkab. Ba'zi voqealarni esa bobom, buvim va boshqa qarindoshlarimga hurmat yuzasidan oshkor eta olaman. Shu bilan birga onamning menga qarshi nosog'lom raqobat qilishga urinishini sezaman. Bu so'zlarim albatta mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Axir men qanday qilib onamga raqobatchi bo'lishim mumkin? U meni dunyoga keltirgan bo'lsa, men 50% onam, 50% otamman, deydi Maryam Tillayeva. Maryam Tillayeva Instagramdagi obunachilaridan birining bunday oilani hech bir insonga ravo ko'rmayman degan gapini ma'qullab, bu fikrga to'laqonli qo'shilishini aytib o'tgan. To'g'ri aytasiz, xuddi shunday fikrni mening do'stlarim ham bildirgan. Hatto ularga bor voqeani to'liq aytib bermagan bo'lsam ham, do'stlarim menga havas qilishmaydi. Nima bo'lganda ham yuqori mansab va pul kabilar asab, ko'z yoshlar va oilaviy mojarolarga arzimaydi. Men o'zim uchun qaror qildim. Bundan keyin hayotimdan faqat zavqlanib yashayman. O'zim istagan ishni qilaman. Ochig'i, kim nima desa desin, menga farqi yo'q. Men yaqinlarimning xatti-harakatlari uchun javobgar emasman va hammani qutqarish yoki yarashtirish ham vazifam emas. Men shunchaki o'z hayotimni yashayman va o'z oilamni quraman, deydi u. Instablogger 2025-yilning 2-yanvarida o'zidan 3 yosh kichik rossiyalik kichik tadbirkor Arno Kosyan bilan tanishdi. Ularning ilk uchrashuvi Fransiya Alpida joylashgan Kurchevel tog' chang'i kurortida restoranida bo'lgan. Arno Maryamdan 3 yosh kichik va o'zining shaxsiy biznesi bor. Maryam Tillayeva Arno bilan dastlab shunchaki do'st bo'lgan, hozirda esa Arno Maryamning qaylig'i. Dastlab men uni tortinchoq deb o'yladim, chunki tashqi ko'rinishi menda shunday taassurot qoldirgandi. Keyin suhbatlashib do'stlashdik, birga chang'i uchdik. Dam olishning 3-kuni do'stlarim "Masha, u seni yoqtirib qolganga o'xshaydi" deyishdi. Bir kuni u ochiqchasiga menda ko'ngli borligini aytdi. Shu tariqa munosabatlarimiz boshlandi, deydi Maryam. Maryam 2025-yilning avgust oyida Fransiyaning diqqatga sazovor maskani Lojuvard sohillarida Arno tomonidan unashtirish taklifini oldi.